Amerikaga o'qishga kirmoqchi bo'lganlar endi vaqtincha vizaga topshira olmaydi. 27-may kuni Tramp administratsiyasi FMVJ viza suhbatlarini to'xtatdi. Bu farmonni davlat kotibi Marko Rubio imzolagan va barcha davlatdagi AQSh elchixonalariga yuborgan. Sababi esa hamma elchixonalar hozir ijtimoiy tarmoqlardagi faollikni tekshiradigan yangi tizimga tayyorlanmoqda. Bu degani nozik, bahsli yoki noto'g'ri talqin qilinishi mumkin bo'lgan postlarda o'zingizlarning fikringlarni, laykinglarni yoki kommentariylarni qoldirgan bo'lsanglar, barchasi inobatga olinishi mumkin. Lekin bu vaqtinchalikka to'xtatilgan, ya'ni tekshiruv tizimi tayyor bo'lguncha hozircha tekshiruv tizimi haqida hech qanaqa ma'lumot yo'q va qachon viza ochilishi aniq emas. Agar siz posolstvo bilan viza intervyu vaqtini aniqlagan bo'lsangiz, xavotir olmang, bu sizga tegishli emas. Bu hozirgi yangi applikantlar uchun to'xtatildi. Garvard, Yale va boshqa top universitetlar o'zini studentlariga yozgi ta'tilda AQShdan tashqariga chiqmasligini, aks holda davlatga qaytib kira olmasligi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Viza intervyularining to'xtatilishi bu universitetlarning millionlab pullar yo'qotishiga va studentlarni fall semestrni o'tkazib yuborishiga sabab bo'lishi mumkin. Maslahatim rostgo'y bo'ling, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda joylagan informatsiyalar to'ldirgan dokumentinglar bilan mos kelishi kerak. Amerika haqida ko'proq kontentlar uchun menga obuna bo'ling. Hammaga paka-paka.